Biz Yangihayot tumanidamiz, aholini murojaatini o'rganish uchun yetib keldik. Bu qiz qayerdan gapiryapti ekan deb qiziqib turganmidingiz? Men chuqurning ichida edim. Ana shunday o'nqir-cho'nqirliklarga to'lgan qurilish sababli ko'chalari ta'mirtalab holatga kelib qolganligidan norozi bo'lgan Fayzli mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi aholi dasturimizga murojaat qildi va biz manzildamiz. Elektroenergiya kabellari o'tkazishdi-da. Men so'radim, ish qilib hammasini nima qilib ketasizlarmi desam, ha, voy albatta keyin qilib ketamiz deyishdi-da. Shu holatligicha qolib ketdi. Hech kim e'tibor ham berayotgani yo'q, hech kim hech narsa qilib berayotgani ham yo'q-da. Necha marta yomg'ir ham yog'ib o'tdi, loy bo'lib ketdi, mahallamizga kirib bo'lmaydi, ko'l bo'lib ketadi. Chang nima paytida, issiq paytida chang bo'lib ketyapti. Har bitta hattoki tor ko'chalarimizda ham asfalt bo'luvdi. Hokimiyat tomonidan sizlarga qo'shimcha chiroq kelyapti deyshti. Endi keyin bu nima bo'ladi bu yerlar? Hamma yoq adar-to'ntar qilib ketilyapti desam, tekis qilib chiroyli qilib ketamiz deyshuvdi. Yo'q, 2 oycha bo'lib qoldi. Hech qanaqa natija yo'q. Qaytayim turpa, changda qolib ketdik. Yomg'ir yog'sa, loy bo'lib ketadi. Biz aholining murojaatiga asosan manzilga yetib keldik va muammoni men yiqilmadim, lekin bu ko'chadan harakatlanayotgan har qanday inson, bolakaylar, yosh katta insonlar, umuman o'zi kimdir ehtiyotsizlik qilib bu chuqurga yiqilib tushishi hech gap emas. Ko'rib turganingizdek ochiq holda tashlab ketilgan va anchagina chuqur. Ko'rsating. Qish kunlidan chiqib olaylik dedi, qishdan chiqdik, bahordan o'tdik, yoz keldi. Otingga bor, onangga bor boshlangan. Bizning ko'chamizda na mashina yura oladi, na har bitta xonadon darvozasini, eshigini ochib ham o'tira olmayapti. Chang to'zon, polniy. Stroyka bo'lgandan keyin, bitgandan keyin yo'llardan to'g'rilash kerak. Shuning uchun biz yura olmay qoldik bu yerda. Harmajo kovlab tashagan. Asfalt bo'lganda, toza asfaltlarni buzib tashlashib, mana shu holatga olib kelib qo'yishdi. Asfalt buzilmagan shekilli, yo'l chetida buzilgan asfalt ham. Polniy asfalt edi. Katta mashinalar bu yerdan kirib chiqqan. O'shanda mana mametta asfaltda yopilib ketdi, mana toshlar to'kildi. Ko'cha ko'yiladi, yura olmayapti. Mashinalar yoki yosh bolalar o'sha chiqib o'ynay olmayapti bu. Mana men hayitda misol uchun odam eshiklarini tegini supurib tozalash kerak, hammamiz xonadonida kelinlar borib supurib ham tozalab ham chiqa olmadik deb bu safar shunaqa ifloslikda qolib ketdik. Muammoni o'rganayotganimizda yana bir narsa e'tiborimni tortdi. Ko'rib turganingizdek, xonadonlardan chiqaverishda xuddi mana shunga o'xshash simlar ochiq holda tashlab ketilgan. Albatta, bu mahallada ham bolajonlar ko'p bo'lsa kerak va ular vaqt topishi bilan ko'chaga shoshishadi. Bu simlarga yiqilishsa, qoqilishsa nima bo'ladi? Xavfsizlik ta'minlanmagan. Eng bo'lmaganda shuni to'g'rilab qo'ysa yaxshi bo'lardi menimcha. Bugungi kunda aholini barqaror elektr ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida Toshkent shahar elektr tarmoqlari MChJ buyurtmachiligi asosida quruvchi tashkilot tomonidan Yangihayot tumanining Fayzli mahallasi hududidagi tarmoqlarni yangilash maqsadida yo'l qazish ishlari amalga oshirilgan. Murojaat bo'yicha 15 ish kunida asfalt qoplamasini qayta tiklash ishlari amalga oshirilishini ma'lum qilamiz. Biz bu mavzuga va bu manzilga yana qaytamiz.